Instagram storingizni kam odam kuzatsa, ushbu so'rov orqali sezilarli darajada ko'p odam ko'radigan qilishingiz mumkin. Xizmatlar tugmasiga bosib, Instagram Story prosmotr bo'limini tanlang. Keyin Instagram prosmotrlaringizni sonini nechtagacha oshirmoqchi bo'lganingizni yozing. Menga 2000 tadan oshiq bo'lishi kerak. Keyin Instagram storingizga kirib oling va samolyotcha tugmasiga bosib, linkini ko'chirib oling va botga qaytib linkni jo'nating. Yuborish tugmasiga bosing va Instagram storingizga kiring va natijasini tekshirib ko'ring. Kommentariyada bir sonni qoldiring va bot linkini direktingizga jo'nataman. Instagramga kirishingiz bilan tepadagi yurakcha 100 tadan aktiv kelishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Telegram qidiruvda lider SMM bot deb qidirasiz va xuddi mana shu botga kirasiz. Keyin esa xizmatlar tugmasiga bosib, Instagram obunachi bo'limidan o'zingizga yoqqan tarifni tanlang. Buyurtma berishga bosib, bu yerda nechta obunachi kerakligini yozing. Menga 1000 ta obunachi kerak. Endi bizning Instagramimizga obunachi kelish uchun Instagram profilimiz linkini kiritishimiz kerak. Xuddi shu tugmaga bosib, copy linkka bosamiz va linkni ko'chirib olamiz va botga qaytib uni jo'natamiz. Tasdiqlashga bosamiz va obunachilar 1 daqiqaga qolmasdan qo'shiladi. Kommentariyada bot so'zini qoldiring va direktingizga jo'nataman. Men ishlatadigan ushbu fishkani ishlatsangiz, obunachilaringiz soni osha boshlaydi. Birinchi bo'lib Telegramga kiring va xuddi shunaqa yozing yoki kommentda bir sonni qoldiring va botga kirib xizmatlar tugmasiga bosib, Instagram uchun obunachi bo'limini tanlang va nechta obunachi kerakligini xuddi mana shu yerda kiriting. Menga hozircha 100 ta obunachi yetarli va undan keyin sizdan Instagram profilingiz linkini so'raydi. Linkni ko'chirib oling va botga jo'nating. Yuborish tugmasiga bosishingiz bilan obunachilar kelishni boshlaydi. Instagramdan chiqib ketib qaytib kiring va yurakcha qizargan bo'ladi va sizga kerakli obunachilar kelgan bo'ladi. Kommentariyada bir sonni qoldiring va bot linkini sizga jo'nataman. Instagram ishlatganda ushbu ikkita xatoga yo'l qo'ymang. Birorta videoni suv belgisiz 4K holatda yuklab olish uchun video linkini ko'chirib oling, Telegramga kiring va qidiruvda Mix Saver bot deb yozing. Botga kiring va hozirgi linkni botga jo'nating. Bot esa videoni Instagram suv belgisiz 4K holatda yuklab bera oladi. Ikkinchi fishka sizga yoqishi aniq. Birorta videoning musiqasi yoqib qoldi va siz nomini bilmaysiz. Shu payt qidiruvda Mix Audio bot deb yozasiz va video linkini botga tashlaysiz. Qo'shiqni yuklab olish tugmasiga bosishingiz bilan qo'shiqni topib bera oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Hindiston bayrog'ini qoldirishingiz mumkin. Instagramda storingiz 100 ta ham prosmotr olmayotgan bo'lsa yoki umuman prosmotr olmasa, bu usulni sinab ko'ring va prosmotr 1000 tadan oshishiga garantiya. Telegram qidiruvda ham SMM bot deb qidiring. Botga kiring va buyurtma berish tugmasiga bosib, story uchun prosmotrni tanlang. Nechta prosmotr kerakligini shu yerda tanlaysiz. Menga 1000 ta kerak. Endi story havolasini jo'natishingiz kerak. Storyga kirib oling, samolyotchani bosib, linkni ko'chirib oling va botga qaytib linkni jo'nating. Yuborish tugmasiga bosing va Instagramdan 2 daqiqaga chiqib ketib qayta kiring. Va mana endi natijani ko'rishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying.